20-chi bob. Xudo so'z qilib, mundaq dedi. Men seni qul bo'lib yashagan Misrni elib chiqqan Parvardigoring Xudodirman. Mangla ibodat qil. Mendin boshqa hech qandoq ilohing bo'lmasin. Cho'qinish uchun mayli osmondiki, yerdiki, yer ostidiki yoki sudiki her qandoq narsaning shaklida but yasıma. Her qandoq butqa cho'qinma yoki xizmat qilma. Chunki Parvardigoring Xudo bo'lgan men qizg'inadigan Xudodirman. Mendin nafratlanganlarni hatto nevri çevrilgicha jazolayman. Lekin meni söydigan, amallerimga itoat qilganlarning sonsizligan avlodlargacha mehribonlik qilaman. Muqaddas nomimni qalaymaqan tilga olma. Kimda kim mening nomimni qalaymaqan tilga olsa, men Parvardigoring bo'lgan Xudo uni cho'qim jazolayman. Dam ilish kunini muqaddas kun bilib, uningga amal qil. 6 kun ishlab, tegishlik hamma ishlaringni qilib ol. 7-chi kun manga atalgan kun bo'lib, bu kuni mayli sen bo'l, farzandlaring, qullaring, chorva mollaring yoki yurtingda musofir bo'lib turayotgan yot odamlar bo'lsin, hech qandoq ish qilmasin. Men Parvardigor 6 kun ichida osmon, zemin ve uningdagi butkul mavjudotlarni yaratdim. Lekin 7-chi kuni dam oldim. Shunga men Parvardigor dam ilish kunini baxtli kun qilib, muqaddas kun deb belgiladim. Ota-onangni hurmat qil. Shu chaqda men sana ata qilmoqchi bo'lgan zeminda uzun ömür ko'rsan. Qotillik qilma. Zina qilma. O'g'rilik qilma. Yolg'on guvohlik berma. Boshqalarning uy imoratlari, xotini, qullari, kala yoki boshqa tavulqatlarga ko'z qiringni solma. Xaloyiq guldirmama ve kanay ovozlarini anglab, çaqmoq ve tog'dan purqirab chiqayotgan istutakni ko'rib, qo'rqib, titrishib ketdi. Ular yiroq turishib Musaga, bizga senli söz qilg'aysan, cho'qim anglaymiz. Xudo bizga o'zi bevosita söz qilmag'ay, bo'lmasa halok bo'ldiganga o'xshaymiz, dedi. Musa ularga javoban, qo'rqmanglar. Xudoning bu yerga kelishi sizlarni sinash uchun, sizlarni hamisha o'zidan qo'rqib, gunohdan xoli bo'lishga da'vat qilish uchundir, dedi. Lekin kishilar yanila yiroqda turishadi. Faqat Musola Xudoni qo'rshab turgan qora bulutning yeniga bordi. Parvardigor Musoga mundaq dedi. Sen berib İsraillarga muni so'zlarimni yetkizgin. Sizlar mening arishdan sizlarga so'z qilganligimni ko'rdinglar. Sizlar o'zinglarga oltin yoki kumushdan har qanday shaklda but yasab, ularga sajda qilmanglar. Mangla ibodat qilinglar. To'pidan men uchun bir qurbonlik supisi yasab, ustiga ko'ydirma qurbonlik ve amanlık kurbanlığa işiltişke kala, qo'y ve o'shkilarni qo'yinglar. Men sizlarning manga ibodat qilishinglarga belgilab bergan joylarga kelib, sizlarga baxt ato qilaman. Agar manga atab toshdan qurbonlik supisi yassanglar, siliqlangan toshdan yasamanglar. Chunki asvob tekkan toshni qabul qilmayman.
Manga pələmpəy bilən çıqıdığan qurbanlıq süpsi yasmangla. Bomasa pələmpəydin çıqıça nomuslıq yeringla körünüp qalıdı.